Assalomu alaykum dadasi. Qatta yursan? Ishdan kelyapman. Nechida kelishing kerak edi ishdan? 6da. Soat necha bo'ldi? 6dan 5 minut o'tdi. Qaytib hech qolmagin. Kel. Dadasi ovqat qilaymi? Ovqat qilganman. Bor sus. Xo'p bo'ladi. Shoshma. Xo'p. To'kasi o'zim suzaman. Dadasi, kiyimlaringiz bo'lsa bering, yuvib qo'yaman. Men bu erkak emanmi? Ha? Erkak bitta gapiradi, tushundingmi? Uzr. Meni ishlarimga aralashmagin. Kiyimlarni yuvib, dazmollab qo'yganman. Unda siz va'dangizda tursangiz, men ham va'damda turaman. Aling. Nima bu? Ha? Nima bu? Nimasan? Mashhurlarni sotmoqchimisan? Uyalmaysan xotin? Ha, uyalmaysanmi? Sen bilan oyguncha zo'rga kelishgandik-ku, buni yuzi qani? Erkak bo'l. А мы все дальше живем.